Assalomu alaykum hammaga. Ixa tот sami Mobile Legends'da. Okay? Mana Mobile Legends'da streamerlar qildinglar. Общий ultra bilan siz. Qanaqa ощущение? Yaxshimi Mobile Legends o'ynasa bo'ladimi yoki ozgina o'ynab zerikib qolasizmi? Yo'q, nabarot. Qancha odam o'ynagan sari nabarot qiziqib ketaverar ekan. Har bitta yangi giroyni o'rganib, o'zi qiziqib, unga zakiflar, короче, juda ham qiziq. Ana bir xil emas o'yin. Ha. Ko'rinishdan bir xil tuyulishi mumkin, lekin millionta strategiya bor ekan. O'rganish misol uchun qanaqa deb o'ylaysiz? Misol uchun mana PUBG bor, Mobile Legends bor. O'rganish darajasi qiyinmi, osonmi PUBGdan? Menga Mobile Legends qiyinroq tuyuldi PUBGdan, chunki PUBGda tushasiz, otasiz bo'ldi. Anaqa. To'g'ri, keyinchalik strategiya qilish kerak, lekin Mobile Legends'ni tushunish kerak. Boshidan tushunish kerak. Har bitta giroyni o'rganib, o'zini Allohda har bitta narsani o'rganib chiqish kerak, qiyinroq. Lekin bitta o'rganib olinsa qiziq ekan. Qarang, maslahat berasiz Mobile Legends? Albatta, 100%. Kiringlar, o'ynanglar, birga o'ynaymiz, streamlarga kiringlar. Ardashik.